Agar Oktagon ligasida sizlar muxlislik qiladigan sportchi yutqazib qo'ygan bo'lsa, bu o'sha sportchini emas, ko'proq sizlarni ayblaring. Chunki ko'p gapiradigan odamga emas, natija qiladigan, ishni bajaradigan odamga muxlislik qilish kerak. Men sizlarga haqiqatda ishni bajaradigan bitta sportchi topib qo'ydim. Agar uni biz Oktagonga olib chiqsak ham menimcha uyaltirib qo'ymaydi. Faqat bitta no tomoni bor, bu UFCchi yoki bokschi emas. Bu futbolchi. Kuni kecha Chelsea hamda West Ham o'rtasida futbol uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mana bu lavha o'sha futbol uchrashuvidan olingan. Undagi mana bu baquvvat zabardast yigit hech qanaqa Surxondaryo yoki Qashqadaryodan emas. U Adama Traore. Menimcha futboldagi eng baquvvat yigit bo'lsa kerak. Unga orqasidan kelib sakragan mana bu Jo'ja Xoroz esa Joao Pedro. Albatta uni boshqa Chelsea futbolchilari qutqarib qoldi. Aks holda Joao Pedroning ahvoli tang bo'lgan bo'lar edi. Menga sizlarning fikrlaring juda ham qiziq. Mana shu Adama Traoreni Oktagon ligagami, UFCga qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'p gapiradigan UFC yoki Oktagon polvonlarini nechtasini bir o'zi qulatadi deb o'ylaysizlar? Fikrlaring kommentariyaga yozib qoldiringlar.